Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, qahramonlar. Kiber xavfsizligi boshqarmasidan keldim. Şurada Azamat og'amiz bor ekan, rahmat deymiz. Ariza berdik. Endi biza şurada bir videoni olishga qaror qildik. Ya'ni bu xalqimiz uchun manfaatli video bo'ladi. Videoni o'chirib bermaysizda, şurada Azamat og'amiz qisqacha ravishda tushuntirib o'tadilar. Men o'zim hozir tushuntirdilar. O'zim hayron qoldim. Sababi men hali yoshman, texnologiya yaxshi tushunaman deb o'ylar edim. Lekin shunday narsalar aytib berdilar, men o'zim shokda qoldim. Shuning uchun videoni o'chirib bermanglar. Aynan bu video sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bank plastik kartasi bog'langan SMS xabarnomasi yapılgan telefon raqamlariga hech qanday Telegram Messenger ochmaslikni tavsiya qilamiz. Ya'ni bu degani hozirgi kunda bizlar ijtimoiy tarmoqda faol foydalanuvchi har bir yurtdoshimiz asosan har qanday telefon raqamlariga Telegram Messenger ochgan, lekin ushbu raqamlarga agar bank plastik kartasi bog'langan bo'lsa, undan pul mablag'lari ishlash holatlari. Misol uchun ikki xil usulda bank plastik kartalarni qilisizlar. Birinchisi oldin uchrab gapirgan APK kengaytma fayl dasturlar, ya'ni Android tizimli telefon qurilmalarida ishlaydi. İkincisi bu hozirgi Fx haqida havola silkalar. Buni jarayonni aytadigan bo'lsam, har xil mazmunda keladi. To'yga taklifnoma, tug'ilgan kunga taklifnoma, mid qarori va boshqa shunga o'xshagan APK kengaytma fayllar keladigan bo'lsa, hozir biz endi hozir uchragani bu menga ovoz bering, men eng zo'r dominatsiyalar tanlovda qatnashyapman, shunga ovoz bering degan soxta silka degan. Ushbu silkalar havolalar hozirgi kunda barcha qurilmalarda xizmat ko'rsatadi. Ya'ni ushbu qurilmalarning ma'lumotlarini olishga erishadi. Shu bilan birga biz boshqarib turgan Telegram Messengerni boshqa shu bilan egamiz. Bu jarayonda 3 xil ish amalga oshiriladi. Birinchisi bu sizni Telegram Messengering'izdagi telefon raqamlari, undagi bog'langan bank kartalari va omonatdagi kartalar, omonatdagi hisob raqamlarini pul mablag'larini yechib berishadi. Ikkinchisi sizni tanishlaringizdan sizni bilan aloqaga chiqish imkoniyati yo'q vaqtdan foydalanib, yo'lda siz avariyaga uchraganingizda noqulay holat shu holatda ro'kach bo'lgan holatda tanishlaringizdan pul so'rab sizni xijolat qiladi. Ya'ni bevosita tanishlaringizdan pul oladi. Turli kartalar ochadi. Uchinchisi sizdan qarmoq sifatida bo'ladi. Ya'ni go'yoki siz bo'lib qandaydir bir tanlovda qatnashib turganligingizni ro'kach qiladilar. Sizni nomingizdan fake o'yin, ya'ni soxta havola silka yasab ovoz berishni tavsiya qiladi. Bu jarayonni oddiy misol qiladigan bo'lsak, silkaga bosib ovoz berish jarayonida kod bilan tasdiqlanadi. Tasdiqlash kodi e'tibor bergan bo'lsak, Telegram Messengerimizda uzaydi. Lekin Telegram Messengerimizda kelgan kod bizda Telegramimiz boshqa shu to'g'risida kelgan. Shuning uchun yurtdoshimiz shu kodni kiritish bilan men ovoz berdim, mendan hech narsa ketmadi degan yo'sinma qiladi, lekin vaholanki bir sutkadan keyin boshqarib turgan Telegram Messengerdan bevosita o'zi chiqib ketadi, lekin Telegram profili aktiv holatda bo'ladi va uni tanishlarni pul so'rash holatlari uchraydi. Endi shunda yana bir narsani aytib o'tchakman. Masalan, 3-sidamiz, bu siz bo'lib turib yozadi, pul so'raydi, yana donishib chiqib bilmaydigan vaqtdan qarab. Endi shu yerda hozir bizning zamonimizda talabi искусственный интеллект. Bu rasmingizni искусственный интеллектda video etib, avariya bo'lgan holatini ishlab, video etib turib tashlab, men shunday avariya bo'ldim. Mana shunday pul kerak deb ham chiqishi mumkinmi? Xuddi shunday. Faqat yozuvda emas, hozirgi kunda haqiqatdan to'g'ri aytdingiz. Hozirgi kunda faqat yozuv yoki ovozli xabar emas, sun'iy intellekt yordamida turli ko'rinishdagi rasm va videolardan foydalanib, ovozingizni yuzingizni o'xshatib, video ishlangan holatda tanishlaringizdan pul so'raydi. Bevosita bu sizni katta xijolatga qo'yib qo'yadi. Ya'ni tanishlaringiz bevosita yordam sifatida pul o'tkazib beradi. Bevosita siz bilan bog'lanmoqlar qiladi. Bu ularni kamchiliklari sifatida qarasa bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, shu narsani diqqatli e'tiborli bo'linglar. Kimdir Telegramdan pul so'rasa, aynan shu o'zimi iloji bo'lsa telefonlashib, yo bo'lmasa ko'rishib turib bersangizlar, bu menimcha yaxshi bo'ladi. Yana nechta turlar bor. Misol, APK fayllar bular eskirdi, uni ko'pchilik bildi. Bular men deyapman, endi men tushuncham bo'yicha bize bu kiber xavfsizlik bo'yicha misol sizlardan so'rab, bize shunchaki kurashib turibmiz, shunchaki ma'lumot berib turibmiz, sizlardan so'rab
Bunlar bizə qarşı güləş tutdu. Yəni bu deyil hafif faydalar. Bunların köpçülük böyle. Toyga təklifnamə ya MIP nə çəkildi. Bunlar şu açıqlıq variantı. İndi yeni taze variantlar neçə oldu bunlar? Savolunuz doğru. Bunun için rahmet. Hazır bir günde yangi türü, yani türler ki, şunlardan önceden çıkartılan yangi türlerden birisi bu SIP telefoniya. SIP telefoniya degani fakat chiqishga xizmat qiluvchi telefon raqamlari. Ya'ni hozir har qanday telefon raqamidan sizga telefon bo'ladi. Kerak bo'lsa o'zingizni telefon raqamingidan o'zingizga chiqish imkoniyati bor. Bunda faqat chiqishga xizmat qiladi. Chiqish jarayonida sizni ishonchingizga kirish uchun birinchi navbatda ism familiyangiz bilan murojaat qiladi. Ikkinchi navbatda ish joyingiz. Bevosita siz shu qo'l bilan men haqida ma'lumotga ega. Ve qolgan ma'lumotlar sizdan so'rab boshlaydi. Pasport ma'lumotlaringiz, jismingiz va boshqa shunga o'xshagan ma'lumotlarni so'rashni boshlaydi. Keyin sizni vahimani solish 3-qadam hisoblanadi. 3-qadamda sizni nomingizga yoki bir nechta banklardan kredit olingan bo'ladi yoki bo'lmasa siz kimgadir kafillik bergansiz va sizni ushbu odamning nomiga katta summada kredit olayotganligi to'g'risida mazmundagi hozirgi uchrab turgan holat shunday. Bunday holatlarda telefon muloqot jarayonida vahima tushmasdan shaxsga doir ma'lumotlarni aytmasliklarini qolaversa yurtdoshlarimizdan har qanday kredit olinishi yoki kafillik berganlik to'g'risida vahima soluvchi ishonarli manbalarni aytgan taqdirda bevosita bankning o'zini yoki agar ichki ishlar xodimi yoki boshqa xodim organ xodimlari sizdan telefon qilyapti, bevosita ichki ishlar yoki bizni o'zimizga murojaat qilishingiz mumkinligi to'g'risida aytib o'tamiz. Bu hech qanday vahima joyi yo'q. Xavfsizlik jihatidan e'tibor beradigan bo'lsak, biza internet ijtimoiy tarmog'ida, ya'ni OneID, ya'ni yagona elektron ma'lumotlar bazasi bor. Biza bundan bir marotaba ro'yxatga o'tishimiz mumkin va bu ro'yxatga o'tishimiz bizning pasport ma'lumotlarimiz bo'ladi. Yurtdoshlarimizdan ushbu OneID tizimini login parollarini xavfsizlik chorasi uchun tez-tez almashtirib turishlarini va boshqa bir shaxslara elektron pochtalarni va ushbu OneID login parollarini bermasliklarini iltimos qilib qolamiz. Shundan ham tushungan bo'lasizmi? Yana bir narsani aytib o'tamiz endi biza. Hech qachon masalan ichki ishlar bo'lsin yo bo'lmasa prokuraturani mint bo'lsin, sizga Telegramdan chaqiruv qog'ozini tashlamaydi, to'g'rimi? Yo'q. Bu bo'yicha aytib o'tsak, aslida tushuncha bor. Hozirgi kunda mintga chaqiruv yoki sud qarori yo'sinidagi avval xat, ya'ni rasm ko'rinishdagi xatda bo'ladigan bo'lsa, uni teyinda fayl. Bu ko'plab yurtdoshlarimizni haqiqatda ish jarayonida hayot tarzida uchrab turgandan kelib chiqib shu narsaga tashlanadi va bu hujjat soxta hisoblanadi va buni tagidagi APK kengaytma fayllar, ya'ni dasturlar asosan Android tizimida qurilmalarda ishlaydi. Bevosita bu fayllarni ochmasligini Telegram messenjeridan foydalangan vaqtida albatta birinchi navbatda 2 bosqichli himoya qismini yoqib qo'yishlarini, qolaversa avtozapis, ya'ni avto yuklov qismini ilib qo'yishlarini, har qanday guruhlarga, kanallarga gitsak bizda avtomatik yuklov bor. Bu jarayonlar bizlarni ushbu dasturni ochib qo'yishimizga sababchi bo'lishi mumkin. Tushunarli. Do'stlar, endi tushunib oldingizlar deb umiddamiz. Shu videoni tagida o'zlaringizning izohlar, fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Sizlarda necha holatda uchrab turibdi? Hozirgi kunda firibgarlar tomonidan sizlarga necha hujumlar bo'lib turibdi? Va qolaversa, Azamat ham katta rahmat deymiz. Bizga ariza berdik. Bizning arizamiz bo'yicha shug'ullanib beradigan bo'ldilar. Tez arada shu meni nomimdan foydalanan, men rasmimdan foydalanan firibgarni tez arada topamiz. Hammangizga rahmat, sog' bo'lin, salomat bo'lin. Kiberxavfsizlik bo'yicha shunday hujum uchrab turganlarga qisqa raqam bo'lmasdi. Ya to'g'ri ikki orqali murojaat qilsa bo'ladi. 212 telefonlardan qisqa raqamlardan bevosita murojaat qilsa mumkin va shu jarayonda ma'lumotlarni aytadi va bizlarni shu yerda bog'lanamiz. Sizlarga 102 va 112 raqamlar. Hammangizga rahmat, sog' bo'lin, salomat bo'lin.